O'zbekistondan Qarshi shahridan keldik. Tovar olgani keluvdik, ko'rgani keluvdik, o'tkazgani. Lekin magazinga kirdik, bular hech nimadan xabari yo'q edi. Men olib chiqib ketdim. Men bujeteriyada o'yladim, uni tillarda o'ylaganim yo'q edi. Deb turgan ekan, ijtimoiy ochganim yo'q, ijtimoiy o'qiganim yo'q. Deb bujeteriyada o'yladimda olib chiqib ketdim. Qancha oldingiz? 4 dona. Ne, shakit söykü ne? Sepichka. Qo'yinga taqatgan. O'shani oldim. Keyin avtovokzalga bordim, tualetga kirib qaytib chiqayotgandim, keyin bular keldi, keyin ketdik, keyin chegaradan borib bizni ushlashdi. Men bularga bitdim, menga o'zimga bordim, sotib oldim dedim. Bular xabari yo'q edi ishtimadan. Keyin o'tkazib pulini beraman dedimda, muhabbat bilan Madinaga berdim. Men o'zim kirdim demayman, ular bilan kirdim, lekin ularni aybi yo'q, ular bilmasdi lekin. Men o'zim ular bilan kirdim, lekin ular hech qanday aybi yo'q, ular bilmaydi men olib qo'yganimni. Yo'q, o'g'irlashga kelganimiz yo'q, tovar ko'rib yuk olamiz deb keluvdik. Qanday? Men kiyim kechaklar arzon ekanda, o'shaning uchun o'tdik. Bizdan keyin Zeliya opa, o'sha tanishimiz, mana bu sepichkani olib o'tkazib berdi. Keyin qaydan oldingiz buni dedim. Keyin yo'q, arzonga oldim, bujeteriya dedi. O'tkazib ber, 10 ming so'm beraman o'zbek pulida dedi. Keyin ha deb oldim, qo'lidan oldimda, keyin shu o'tkazib beraman dedi. Keyin